Ooh, I'ma flex on my ex, flex on the hoe. You still be in my head, so I'ma let you know. I realize how much I want you when I let Nimaga hurmatli YouTube tomoshabinlar, sizlar bilan Soqqani kanal bo'lmoqda. Do'stlar, bugungi videorolikimizda qanaqa qilib yana bir bor o'tgan safargi videorolikimizda ko'rsatgandim, telefonda USDT mining qilish. Bu galgi video uni ikkinchi qismi bo'ladi do'stlar. Videoni boshdan oxirigacha o'tkazmasdan ko'rishingizni maslahat beraman, chunki ba'zi bir joylariga tushunmay qolsanglar, agar tushunmay qolsanglar birinchi videorolikni ko'rishingiz mumkin, ikkalasi deyarli bir xil, faqat menyulari har xil. Xo'p, bo'lmasa videoni boshlaymiz. Xo'p, bolalar, kirganinglarda sizlardan prosta registratsiya so'raydi. Shunchaki email-laringizni yozasizlar, все, pastdagi tugmachani bossanglar, sizlarda mana shu okno ochiladi. Bu okno nima degani? Ya'ni o'sha registratsiyadan o'tdinglar degani. Bu yerga kirib nima qilishimiz kerak? Bizga shunchaki bitta telefon kerak, ya'ni uncha ishlatmaydigan, uyda turadigan lishniy telefoninglar bo'lsa, chim o'zinglarnikidan tashqari. Agar o'zinglarniki bo'lgan taqdirda ham uxlayotgan paytinglar yoqib qo'ysalar, it tarafgacha ishlab turadi. Xo'p, kiramiz. Bu yerda shunchaki играть bosamiz va разрешить tugmachasini bosamiz. Va biz настройкаga olib kirib, bu yerda показывать поверх других приложений degan joyini yoqib qo'yamiz. Ortga qaytamiz. Yana igrat tugmachasini bosamiz. Men ko'rib turganinglardek o'zi mining qilish boshlandi. Hozir pastda qaraqadir bizda gersga o'xshagan narsa bor. 246.73 bu o'yin ichidagi gers, ya'ni yig'ilayotgan, как будто men bu nimani Bitcoin yo nimandir mining qilsak, o'shani gersi bo'ladi. Bu o'sha USDT ning gersi hisoblanadi. Bu hammasini o'zi avtomatik qiladi. Bu aslida nima bo'yicha ishlaydi? Bir reklama orqali ishlanadi. Ya'ni qanaqa o'zi reklama ko'radi avtomatik tarzda, o'zi reklamani yopib, bizga balansimizga pul hisoblayveradi. Hozirda men ko'rib turibsizlar, 2346 ta o'zini ichida gersidan yig'di. Bu degani 0.0023 sent degani. Xuddi mana shunaqa qilib ishlashni davom etadi va bu ishlab bo'lgandan keyin qanaqa qilib pulni chiqarib olamiz. Hozir buni ham ko'rsataman. Chiqishimiz oldin bitta reklama ko'rsatadi. Bu shunchaki ikkita bosib ketishimiz kerak. Pulni chiqarib olishimiz uchun chapdagi ko'k tugmachani bosamiz. O'sha meni vivesti bo'limiga olib kirdi. Bu yerda menyular juda ham oson, ko'rib turibsizlar. Hozirda meni balansim 0.03 USDT mavjud. Mana pastda ko'rib turibsizlar, mana bunaqa rasmlar chiqyapti. Bu nima? Odamlar pulini chiqarib olgan, mana shular ko'rsatib turibdi. Minimum 0.3. Ko'rib turishingiz mumkin, bu juda ham ajoyib programmaligini. Bugunning o'ziga 6064 ta odam $6056 pul chiqarib olgan. Bu deyarli har bittasi $1 chiqarib olgan. Bu yerda xohlaganimizga chiqarib olishimiz mumkin. Bizga eng muhim Payer ham bor, Binance ham bor. Ikkalasiga bemalol chiqarib olishimiz mumkin. Minimum chiqarib olish summasi 0.35 sent hisoblanadi. Men hozir balansimni yo'qligi uchun chiqarib ko'rsatolmayman. Xullas, asha yig'gandan keyin chiqarib olishingiz mumkin bemalol. Xullas, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan dastur shundan iborat edi. Agar dastur yoqqan bo'lsa, video foydali kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, agar qayergadir tushunmay qolgan bo'lsanglar yo tushunmovchilik bo'lib qolgan bo'lsa, videoda kommentariyaga yozib qo'ysanglar, hammanglarga javob beraman. Sizlar bilan Soqqani kanal bo'ldi, bizdan uzoqlashmang.